kartaga yozamiz. Yangi o'rmon. Mana Andijon O'zbekiston deb chiqyapti. Mana yarim soatlik yo'l ekan mana. Adirli cho'llikning o'rtasida bir yam-yashil bir hudud tashkil qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bir tashrif buyurishni bir maqsad qildik. Borib akamiz bilan gaplashamiz. Ishqilib akamiz bo'lsin-da. Bo'lsam ketdingmi? Ketdim. Bo'ldi. Xullas, hozir mana asr payti ekan, ishqilib borgimcha qonat tushib ketmasa. Mana Asaga shahrimiz mana. Asaga shahrimiz mana har yili kelganimda qandaydir bir chiroyli o'zgarishlar bo'layotganini ko'rib juda xursand bo'laman. Ayniqsa chetga safar qilib keladiganlar ancha muddatdan keyin keladigan bo'lsa, farqini sezishadi Asakada qanchalik o'zgarishlar bo'layotgan odamlarni madaniyati ancha rivojlanyapti. Bunisidan xursandmiz. Bo'lsa qani ketdik. Suvlarni oldik mana. Ketdik. Qani bismillah deb yo'lga otlanamiz. Tochka do'stlik qilib berasizlar endi menga. Ha, bu. Mana bismillah. Otlandik. Skuterlar asa ko'payibdi, men qaranglar. Ya'ni e'tibor berli jihati skuterlar bilmayman bir yarmidan ko'pini ayollar minar ekan. Ehtiyot bo'lamiz. 1-2 yil avvalga nisbatan mashina transport yo'l harakati qoidalari bo'yicha ancha bir amal qiladigan bo'lib qolibdi. Bu ham shu shtraf kameralarni sharofati bilan. Andijon Marojna birinchi tochkasi mana shu Andijon Asaka yo'lida eksperiment sifatida boshlagan, adashmasam. Men birinchi mana shu yerda ko'rganman-da. Butun respublikaga tarqalgan, hozir boshqa davlatlarda ham sotilyapti shekilli. Yo'limiz mana yerdan ketsanglar, Devu bor-ku, hozir GM O'zbekiston, ha. Mana shu GM O'zbekistonning ko'chasi bo'ladi. Oldin men yerda eslasizlar anaqa ot turasizmi, trekkerda o'rnida. Ha. Ot turasida hozir bu ot ana Fayzobod yo'lining boshiga chiqib qolgan. Andijon Asakani oxiriga. Bugun o'sha hozir kuz fasli, hozir bormasak o'rmonga qish keladi, 1-2 oydan keyin yam-yashillikni ko'ra olmay qolamiz. Tor ko'chalar bilan sekin yuqoriga ko'tarilib ketaveramiz endi. Men o'z kuzatishlarimga qaraganda boshqa chet davlatlardagi uylarda joylashishiga qarab xulosa qilamanki, kelajakda mana shu Adir o'zi shu boylar yashaydigan joy bo'lib qoladi deb sodda qilib, qishloqcha qilib aytganda. Havosi toza. Chet elda ham shunaqada. Boylar tepalarga uylarni qilib olgan, qasrga o'xshatib qiladi. Endi hozir ayni paytda muammo yo'lga suv chiqarish muammoda asosiysi, lekin gaz zo'r. Kamerani ortida to'g'ri his qilolmaysizlar bu narsani, prosta havo maza. O'ta ham. Bu shaharda ichidan yurib kelib turib keyin bu yoqqa chiqqaninglardan keyin o'ta ham havo maza qilarsizlar ekan, qanday ajoyib. Yo'q. Molxonaning hidi to'g'ri kelyapti, molxonaning hidi ham bor. Lekin u ham yoqimli baribir. Qandaydir. Va shaharda ichida benzin hididan ko'ra bu yaxshi-da aka. To'g'rimi? Benzin hididan ko'ra bu yaxshi tabiiy. Mana men ikki bitta reklama kam ekan, men qaranglar mana. Mana shu Askulgini qo'ysak bo'ladi. Ha, Askul bilan Safonni bitib turamiz. Yo'q bo'lsam, hech olmaganda tabiatni asrang deb. Format. Bo'ldi. Xo'p. Qayerda men tushib ketamizmi-ki, yoki tepaga chiqamanmi-ki? Pastga ekan. Bu yo'lni qarang, bu antik yo'llar вообще. Ishqilib, karta ko'rsatyapti, karta bo'yicha ketyapman. Karta. Ishqilib, nima bo'ladimi? Aka ishani hozirda shu ketamiz. Farg'ona yo Namangandan chiqmasak bo'ldi. Yo'q, bu anaqadan chiqamiz. To'g'risi marhamat deb. Biz Asakada Askul degan o'quv markazini yurgizamiz.
Undan tashqari yana boshqa faoliyatimiz bor. Safo degan suv chiqaramiz. Men siz ishlaringizni kuzatib boraman. Boshqa Braziliyami, Meksikadami bittasi yerda olgan ekanda adirda. Shu yerda oilaviy bo'lib Braziliya. Nima qilib boring Braziliya. Shuni ko'rib turib, men o'ylaganman, qani endi bir pulim ko'payib ketsa, men shuni qilaman deganman-da. Shunda siz mana qilganingizni ko'rib turib, men g'ashi ursam bo'ldi. Mana qilayotgan ishimiz maylarni buyilekdik. Mana shunday o'g'ni chiziqqacha. Nariyalarni o'tganlik ko'rdik. Nari 2 tane. Endi u yoqlar katta o'rmon bo'lib, yaxshi anaqa nima bo'lib qoldi. Anaqaga urg'u berishga harakat qilganimizda iloji boricha o'sha yomg'ir qorni suvlarini yerda o'zi zaxira qilib, o'sha suvni o'ziga yashiradigan o'rmon qilishni reja qilgan edik. Endi internetda ko'rdik bu narsani qilsa bo'ladigan narsa, qilinayotgan narsa, qilingan narsa-da, endi bu boshlanayotgan narsa. Endi ularni qilgan tajribalarini o'rganib turib, qilmoqchi bo'ldik-da, endi ularda katta mablag' bo'lgan. Bizda unaqa katta mablag' yo'q. Keyin o'yladik, endi o'rmonda qiladigan bo'lsangiz, o'rmonda har xil daraxtlar bo'lishi kerak. Har xil anaqa masalan, hayvonlarni olib keladigan bo'lsangiz, hali hayvonlar uchun ham ozuqa bazasi bo'lishi kerak. Masalan, eman darag'ini ekadigan bo'lsangiz, yong'oqlari bo'ladi. Shu yong'oqlaridan masalan hayvonlar ozuqalanadi. Bu yerda kiyik yo bir lama shunga o'xshagan hayvonlar yuradigan bo'lsa-da, olmaxonlarda yo boshqalarda qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, quyon bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Paloniyalarda ekib turib, eman daraxtini manaqa, endi manaqangi cho'l joylarida polni. Hech narsa o'smaydigan, u mana shunaqangi oppoq joylar edi. Endi bunaqa joyga emanni ko'chatini ekadigan bo'lsangiz, naholi nima ekadigan bo'lsangiz, qurib qoladi quyoshning nurida. Ko'tarilmaydi. Keyin endi bitta daraxt soyasida o'stirib olishingiz kerak ekan uni. Keyin hali daraxtni kesib olasiz, eman sal kattaroq bo'lgandan keyin deb turib, uni oralariga emanni ekib chiqamiz. Keyin paloniyani kesib turib, maydalab, apilka qilib yerda o'ziga yotqizamiz. Bu yil o'sha eski o'tgan ekilgan o'rmonimizga suv berish imkoniyatimiz bo'lmadi. Deyarli suv ichmadi. Yozda bitta zo'r yomg'ir yog'ib berdi. O'sha yomg'irning suvini zaxira qilib hozirgacha ushlab turibdi. Ashim bilan-da? Ashim bilan ushlab turibdi. Undan suv qilmadingizmi undan keyin? Yo'q, suv berish imkoniyati bo'lmadi. Endi mana suvsiz shunchalik bo'ldi o'sha-da? Suvsiz shunchalik. Siz ana faqat tabiiy suv bilan bo'ldi. Tabiiy, o'zini suvi bilan endi buni siri o'sha ko'chatlarni bir-biriga yaqin ekkanmizda, quyosh tushmaydigan, boshqa bo'lmaydigan qilib. Va adirlarning eng balandlarini tanladish shekilli. Ha, balad joyi. Endi bu yerda hozir havo yaxshi emasda, mana chang mana ular. Mashaqlar, mayaqlar aravon, marhamat aravon bo'lib ko'rinib turadi. Aylanasiga hozir tog'lar ko'rinib turadi. Hozir anaqa nimalar uchun bitta yomg'ir yog'sa, havo tiniq bo'lib qoladi. Mana shunaqada aylanasiga, mana shunaqasiga tog'lar ko'rinib turadi. Aylanasiga. Toza havo. Endi bunday anaqa kartadan ochib qaraydigan bo'lsangiz, vodiy bitta chinini kasani ichida turganda anaqa nima bo'ladi? Aylanasiga tog'larda. Mayaqlar endi Jallovot, Jallovot, u yog'i Jallovotdan keyin tog' boshlanadi. Namangan, Perival bo'lib turib, masalan. Endi hisobda bunday olib qarasangiz, buni vodiyni ko'rib turasizda. Tojikiston tog'lari, masalan. Tojikiston tog'lari, maydan anaqa Qirg'iziston tog'lari bo'lib aylanasiga ko'rinib turadi hamma yoq. Agar ushbu yangi o'rmon loyihasi rivojida sizning ham hissangiz bo'lishini istasangiz, izohlar va tavsifda qoldirilgan kontaktlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sizga sovg'a tariqasida ham qabul qilsangiz bo'ladi. Bu Asakadan chiqadi, bu tabiiy buloq suvi. Ona tabiatni asraylik. Har bir xaridingizning ma'lum qismi ona tabiat muhofazasi uchun sarflanadi degan maqsad bilan bosh qilganmiz endi. Endi o'zimiz Asakadan chiqyaptimi shu? Bu buloq, bu mana shu Tiyashan tog'larining bekariga men gapirib o'tmadim. O'zi bizdan bulog'imizdan chiqayotgan suv o'zi Tiyashan tog'larida paydo bo'ladigan suvlardan chiqadi o'zi asli. Biz tanlangan buloqlardan filtrlaymiz, lekin minerallarni saqlagan holatda chiqaryapmiz. Endi bu suvni reklamasi bo'lib ketmasinmi? Maqsadimizni yetkazmoqchiman. Mana shu maqsadni chiqargandik. Keyin men o'ylab
qanday qilib sarflasak bo'ladi har bir sarflangan pulingiz deb turib ancha-muncha ishlar qilyapmiz, proyektlar boshqalar qilyapmiz. Lekin bu ish ham ancha haligi bu ishga ham kelajakda xudo xolasa hissamiz qo'shadigan bo'lsak yaxshi bo'lardi degan nima bor. Yo'q, yaxshi bo'ladi. Endi bunday olib qarasam, masalan, meni ko'zim bilan katta ish emas bu. Da. Men o'ylagandaqa, men boshlamoqchi bo'lgandaqa katta ob'yomdagi ish emas. Lekin buni ostidagi halindaqa nimasi keltirayotgan halindaqa nima desam bo'ladi. Natijasi odamlarga qancha odamlarga ta'sir qilyapti. Bu qancha odamlarni ilhomlantiryapti. Endi bu daraxtni masalan mana ko'ryapsiz, shuncha bekor turgan minglab gektar yerlarda endi bu yerda bekor turgan joylar bor. Buni hamma joyda agar daraxtzor qilib turib ekib tashlaydigan bo'lsangiz, o'shanda effekt bo'ladi. Juda katta miqdorda kislorod ishlab chiqariladi. Keyin daraxtda shunaqangi xususiyati bor, yomg'ir chaqiradi. Mana boshida sizga aytdim, suvni qanaqa qilib zaxira qilishini masalan daraxtda, to'g'rimi? Ancha bunaqa ish qilish uchun ancha g'ayrat ishlayot kerak. Bu yo'lda ko'rdik, yo'lda mana bu narsa kranlilar qo'yib qo'yibsiz-ku. U chakan u yoqdan, nariyoqdan boshlangan. U o'shalarda katta mehnat u. O'shalarni to'g'ri nima qilishimiz kerak-da endi. Ularga ham navbat keladi, ularni ishlatishga mana. Hozir Safo suvimiz 3 yilligi bo'pti. O'sha 3 yil bo'pti boshlaganimiz. Shunga sizga rahmat. Keyin soxotimiz ham bor bitta. Keyin suvda o'kka toshib qo'yam aka. Olib borib qo'yamiz. Safo asl ilhom manbai. Quyosh panel bor, 3 ta hovuzimiz bor. Siz faqat elektr quyosh panel ishlatasizmi? Faqat quyosh panel tok tortish muammo bo'lyapti-da, bizga tok kerak bo'lyapti. Maytlar sug'orish tashi katta maylar qarang qurib qolgan hali joylarimiz ko'p. Suv davleniyasini yetkazib berolmadik, keyin vaqtida berolmadik suvni. Faqat quyosh borligida ishlaydi xolosda motorimiz. Quyosh yo'qligida ishlatamamiz. Tok bo'lganda masalan kecha kunduz ishlataverardik. Buni ham eksperiment qilib ko'ribsiz buni? Shamolda o'rnatib ishlatib ko'rdik. Bu quyosh panelga ulodik bo'lmadi. Bo'lmadi? Kattaroq bo'lishi kerak ekan, 3 kilovat, 5 kilovat. Lekin har qalay nimadir berdimi bu ham? Bu tinmay aylanib turadi, hozir aylanib ketadi hozir. Bu ishlar xudo xolasa men o'ylayman, haligi raketa ko'tarilishdan oldin sekin ko'tarilib energiya yig'ib turib tezlab ketadi-yu. Shunga o'xshagan narsa endi. Hozirda ketyapti, alinaqa o'rmonda ichlarini bir qorong'i tushmasdan ovosanglar agar. Anaqa qorong'i tushmasdan o'zi mana shu daraxtlar ekan, mana shu holatda kelibdi. Cho'lni o'rtasida. Mana o'tlar o'syapti mana. Qalinligini qarang, mana ko'z tegmayapti. Ancha rivojlanib bo'lgan, qarang. Qalin. Ketibon shopidan Ketmas opaga ikkita keladi aka bu. Ikkita keladi. Normalniy. Chigirtkalarning ovozini. Tabiat ovozi. ishlayapti qurbaqalar ovoz mana. Ularga borib fast food yesa, KFC'da o'tirsa, boshqa qilsa, shunisi qiziq bo'ladi. Qiziq bo'lishi mumkin ba'zilarga. Buyuk maqsad qo'ygan insonlar uchun bunaqa ishlar qiziqarliroq. Oyni qarang, keltirishini. Oy, bu tomonda oy, orqamizga qarasa hozir hali qorong'i tushmadi. Yorug' hali. Shunday qilib, to'lin oy shu'lasida ortga qaytamiz. Bu sayohatimiz faqat o'zimiz bilan chegaralanib qolmasdan, uni siz bilan ham baham ko'rish uchun tasvirga oldik. Agar bu videodan atigi bir foydali fikr yoki bitta ilhom olgan bo'lsangiz, demak biz maqsadimizga yetibmiz. Video boshida aytganimizdek, bu loyiha shunchaki tomosha uchun emas, bu fikrlash uchun va tabiat oldidagi mas'uliyatimizni his qilish va eng muhimi harakat qilish uchundir. Zero
bugun ekilgan ko'chat ertaga butun bir avlodga xizmat qiladi. Biz bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha. Bugungi ijodiy guruhimiz a'zolari: mezbonimiz Otabek aka Nuriddinov, mobilograflar Muhammad Aziz va Saidbek va montaj ustamiz Salohiddin Muhammadjonov.